Bugungi videoda biz Toshkentdagi eng arzon ovqatlarni yeb baho berib ko'ramiz. Joyiga, ovqatiga, mazasiga baho beramiz. Bugun sizlar bilan Koma. Va Sadzeyo. Bugungi birinchi lokatsiyamiz Archiko'cha gumma bo'ladi. Bu 1999-yildan beri ishlab keladi. Archiko'chani faxri desa ham bo'ladi, chunki bu shunaqangi taniqli joy, odam ichida tumonlar juda ko'p. Kirib baho berib ko'ramiz. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolalar hormaylar. Yaxshi keldinglarmi? Aka, gummanglar nechi pul? Gummamiz 5000. Sizlarni bilaman, o'sha 1999-yildan beri ishlaysizlar. Gummadan boshqa yana nimalar bor aka? Bizda hozir ovqatlar bor. Mana ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Hammasi uyda qilinadigan, tez tayyor bo'ladigan, odamlarga ma'qul bo'ladigan ovqatlar hammasi. Xoniminglar ham bor deb eshitdim. Xonim bor, ikki xil xonimimiz bor. Xamirxasi bor, oddiy kartoshkali xonimimiz bor. Bo'lmasa bizga ikkita gumma, bitta xonim berasiz aka. Shu yerda o'tirishga. Rahmat. Xo'p, aka, osh bo'lsin. Gumma xonim zakaz qildi. Kelgandan keyin yeb baho berib ko'ramiz. Ha, birinchi bo'lib bizga gummani olib kelib berishdi. Endi xonimni kutyapmiz. Hozir kelgandan keyin yeb baho berib ko'ramiz. Xonimlar sous tez olib kelib berishdi. Sousi yapti, chiroyli ko'rinyapti, chiroyli patachalarda ham tez olib kelib berishdi. Ham bonusga ekan bu. Xudo yeb endi baho beramiz. Qirsillashga bitta baho berasizlar. Qirsillamadi. Suv ichi ham mana ko'rayotganingizdek qaynab borib chiqyapti, lekin to'liq aniq. Hamma bu o'zi emas. Qani bismillah. Wow, ashi zo'ragan. Birinchi o'rinda murchi bor, achuli beryapti. Ikkinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, xamir yumshoqqina to'nki. Ichidagi narsa masaluvlar shunday sezilyapti. Yog'i me'yorida menga juda ham yoqdi. Bekorga 30-50 deyishmaydi. Haqiqiy gumma mazasi. Xonimga ahamiyat bersanglar, mana bu yerda xonim katta mana vazmiyapti. Ko'p joyda kichkina bo'ladi, bu yerda katta vazmiyapti. Gumma haqiqiy. Boshqacha mazasi bor deb bu yerda bekorga 30-50 emasda. Sousi achchiqqina ekan, menga juda ham yoqdi. Endi xonimga baho berib ko'ramiz. Xamir ham yumshoqqina, yaxshi bo'lyapti. Me'yorida. Hamma narsa me'yorida. Xamir yumshoqqina, qalin, ichida kartoshkalari bor. Sousi ham yaxshi. Keslasizlarki. Eng glavnisi ichida kartoshkalari ko'p, ana hamma o'zini yemayapsiz. Piyozni ham ko'p berishgan, nomiga solib qo'yishmagan. Ovqatlar bo'ldi, odam плотный bo'ldi. Bo'lmasa unchalik ko'p yemagan bo'lsa ham, lekin odamni to'g'risi qo'yar ekan. Hamda budjetli joy ekan. Bitta odam kishiga 23 ming so'mdan tushdi. Gumma 5 ming so'mdan ikkita gumma oldik. Bitta butulchni Fanta Cola bular 6 ming so'm, bitta xonim 7 ming so'm bo'ldi. O'sha odam плотный bo'ldi. O'shanda 46 mingga ikkita odam maza qilib yedi. Mana bahoyim keladigan bo'lsa, odamlarning muomalasi, o'tda mazasi, odam ko'pligi, stol hammasini olib aytganda o'zim 10 dan 9 baho beraman. Menga hammasi yoqdi. Sadzeyo Odam ko'p, obsluga cho'tki, kassir bitta dona ekanlar, hamma narsa ulguryapti. Ham bizga ham javob berishga ulgurdilar. O'sha uchun muomalalarni qo'shgan holda 10 dan 10 ball beraman. Bo'ldi, biz tugatdi, bu yerda joyimiz bor. Endi keyingi lokatsiya ketdi. Bugun bizning ikkinchi lokatsiyamiz shu osh bo'ladi. Bu safar Komani olib keldim. Komaga osh bahosini berdiramiz endi. qani endi bitta yeb ko'ramiz. Ketdi. Va biz endi shu oshga akalardan savol javob qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Aka, osh narxi nechi pul? Oshimiz narxi 12 ming so'm bo'lgan. 12 ming so'm. Kuniga necha marta damlaysizlar, necha kiloda? 2 marta damlaymiz. Ertalabki, xullas, obedda nima bo'ladiganimiz soat 11 da bo'ladi. Keyin kechga soat 5 ga yangi oshimiz chiqadi mana. Hop, bu qozonimizda necha kilo oshga mo'ljallangan? Bu qozonimiz bemalol 60 kilo, 70 kilo oshlar damlasa bo'laveradi bunda. Ikkita qozon qilasizlarmi, bitta qozonmi kuniga? Ikkita qozon qilamiz. Issiq bo'lganligi sababli. Bizga o'shanda ikkita porsiya osh berasiz. Mana shu porsiyamiz 1 porsiya. Kelaverasiz. Joylari ozoda, toza, yangi joy. Endi biz sekin joylashib olyapmiz. Sadze o'ta. Hamda interyerlari, laganlarga alohida baho berasizlar. Chiroyli va milliyligidan berib. Va oshimiz yetib keldi, ko'rayotganingizdek. Va biz oshga qo'shib bu yerda bitta yarimta non, bitta salat etdik, bitta ichiga Fanta. Guruchlar dilkillab turibdi. Ko'rinishi ozgina oppoq, lekin to'y oshiga o'xshagan.
Ben cho'lma go'shtini yeb ko'raman, yaxshi pishganmi ham ko'ramiz. Salatlari ham svejiy, yaxshi to'ralgan hammasi. Me'yorda, katta emas, kichkina emas. Men oldin ham bu joyga kelgandim. Oshga hozir o'zgarganmi yo'qmi ko'ramiz. Oldin 7 ming so'm, hozir 12 ming so'm bo'lgan. Oshga o'zgarishida baho beramiz hozir. Go'shti zo'r, yumshoq pishgan. Endi guruchini ham yeb ko'ramiz. Go'sht yoqdi menga, yumshoqqina. O'sha tam o'zgargan. Oldin kelganimda sal tuzi bor edi, hamda balansi hamma narsasi. Hozir tuzi ozgina pastroq qolgan, ham sabzi juda ham katta to'rab ketilgan. Bunisi ham bitta alohida baho beramiz. Ben birinchi yeb ko'rishim, lekin yoqdi. Atak o'sha arzon budjetning 12 ming bunaqa osh menimcha chiqarib topolmaysizlar. Hamma narsasi ko'p. Menga yoqyapti hozircha. Pomidor botirillar shunaqangi svejiy. Что hozir hali dirkillab turibdi. Og'izlari chiqib. Ketadi. Endi operator. Non ham bo'lishga qilishgan ekan, yeganda odam to'yadigan non qilib. Non ham bugun yetsa, bilim turibdi svejiligi, qotib qolmagan, suvi ketmagan, yumshoq. Menga yoqyapti lekin. Ba'zi qilib yo'qman. Sadzev bilan bizaniki 49 ming chiqdi. O'shanda biza hop, ikkita osh yedik, bitta salat, yarimta non, ikkita butulchniy fanta bo'ldi. Odamlarga shunaqangi plotniy bo'ldi, to'yib va maza ham qildi. Joyi salqin, obstanovka cho'tki, o'zbek millionerligingizni berib turibdi. Lekin ovqatga keladigan bo'lsa, ani bahoyi 10 dan 7 ball beraman, tam ozgina o'zgargan, ko'pmisi aniki. Men birinchi kelishim 10 dan 9 beraman. Menga hamma narsa yoqdi. Sal tuzi pastlik qildi, lekin zo'r. Keyingi lokatsiyaga ketdik. Va biza 3-lokatsiyaga keldik. Shashlik 6 ming so'mga shashlik qattiq ko'rgansizlar Toshkentda. Endi biza bu yoqqa keldik, baho beramiz, ketamiz. Va biz endi shashliklar narxini, qanaqa shashliklar borligidan akadan bitta so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizimiz yaxshilar olsun. Shashlik haqida ma'lumot bersangiz, narxlar bilan bitta-bittadan. Qiymamiz bor 6 mingga 13 minglik. Aha. Qanot bor 10 mingdan. Jigarimiz va tovug'imiz 7 mingdan. Jazyon Mol jaz bor 16 ming so'm, qo'y jaz bor 17 ming so'm. bizdan kirib kelishimiz bilan bu yerda stol kutyapti, lekin joyi zo'r qilib qo'yishibdi, muzdekkina. Issiq kunda eng kerakli narsa muzdek xona. Endi o'tirib joylashib zakazlarni berdik, yeb baho berib qo'yamiz. Kichkina joy deb o'ylasan, ikkinchi etajdan joy bor deb qolishdi. Zinalari ham qadimiy, joylari choyxona bo'lib qolgan. Men o'zim burchakni topib olib, konditsioner to'g'risida. Salom YouTube'da yangi yo'l. Hacker food bizda bor shu kuch, faqat to'g'ri obzor, yolg'on yo'q. Gapimga ishon, bu ko'ngil ochiq. Bizning maqsad yuqori cho'qqi. Obuna bo'l, tashlama bu yo'lni. Har kun yangi kontent, yangi zavq. Qolma chetda, sen ham kir bor. Zevkmisan, tingla yaxshiroq. Bu yer Shashliklarni ham yeb chiqdik. Общий shotimizda 45 ming bo'ldi. Non ham qo'shib berishdi. Non 5 ming ekan. Xo'p, bizda qiyma 6 ming so'm, tovuq 7 ming so'm, jigar 7 ming so'm. Men o'zim bahoyim keladigan bo'lsa, 10 dan 7 baho beraman. Narxiga mos. Qiyma sal yog'liroq, non ko'p qo'shilgani uchun mana shunaqa sal pastroq baho berdim. Endi Sadziyoni bahosi. 10 dan 9 ball beraman. Nega desanglar, muzda, joy приятный, oldingi vibe'larni beryapti. O'tirgan joyingizda ishtaha ochilib ketadi shu darajada. Menga bu narsasi yoqdi va 10 dan 9 ball beraman. Aytganimdek, keyingi joyga ketdim. Ketdi. Bizning oxirgi 4-lokatsiyamiz bo'ldi. Ibn xudok bo'ladi. Xudoklar orasi eng mashhur va tamaga javob beradigan xudokxona bo'ladi. Bu yerda eng zo'rlaridan qulay va chiroyli joylari, ham konsepsiyasi zo'r. Menyuni yarki qilib cho'tga yozib qo'yishgan, assortimentlari cho'tki. Endi yetib turib bahosini beramiz. Endi biza oshpaz akalardan so'rab ko'rib ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Kelinglar aka. Aka, qaysidan beri ishlayapsizlar? 2022-yildan beri. Aka, qanaqa xudoklar bor ichida misol uchun? Bizadami? Bera olasizmi? Da, aka, bizada salatli, kotletli, shashlikli, qazili, keyin gamburger, cheeseburgerlarimiz ham bor aka. Eng taniqlisi qaysi? Ana Instagramga yozsangiz aka Ibn Sino hot-dog deb chiqib keladi. Ana 40 minglik, 45 minglik assortilarimiz bor. Kotlet, shashlik, sayska, chizsiq, ko'p narsalar bor. Bo'ldi aka, bo'lmasa sizga 12 mingdan bitta berib turasiz hozir. Aha, bo'ldi. Bo'ldi aka. Aka, o'sha tayyor zakazinglar. Bitta tayyormi? Mana aka. Tushab ko'ring, qayin aka. Bo'ldi. Bo'ldi, joyida chiqazib berishadi. Tezlik gapi yo'q, 5 baho mashinasiga.
Va bizani 4-chi lokatsiya bo'lgani uchun qornimiz sal to'yib qoldi. O'shanga 2ga bo'ldirdik. Endi xuddi ichini ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda mana o'zi ko'rinib turgandek salat, sosiska, o'sha sousli, ikra, hamma narsa bor. Endi bunga bitta yeb baho berib ko'ramiz. Oddiy salatli xuddi mazasi zo'r. Yomon emas. Hamma sosiskalar svejiy, non svejiy, salatlar svejiy, achib qolmagan. Yesanglar maza qilib yeysizlar. Menga yoqdi. Kabachko ikra gap yo'layam. Soskasi ham zo'r. Salati qanaqadir. Hozir pintuzlar ham bo'lsanglar, bitta tani uzib ketadigan olib qo'yam, bu cho'zdirib, va shu zo'r turibdi. Yatsasi gap yo'laygan. Aytganimdek, menga yoqadigan xuddi xonalardan, o'shaning uchun men bu yerni tavsiya qilaman. Ko'rdinglar, 12 millik xuddi yedik. Bu o'sha oddiy xuddi ataki arzon qovninglar ochib bo'lsa zo'r. Men bahoyim 10 dan 10. Mazasi hamma narsasi joyida. Satjayim 10 dan 9 ball beraman bunga ham. Cho'tki hamma narsasi balans, sosikalari svejiylik bilan turibdi, hamda tufti qo'z aralashgan sosika emas-da. Menga bu joy yoqdi va yoqardi ham. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. kommentariy bombalatinglar.